Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim savolni tushuntirib beraman. Kimning pensiyasi oshadi, kimning pensiyasi oshmaydi? Yoshga doir pensiya va standart to'lovlarda nimalarga e'tibor berish kerak? Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Chunki pensiya faqat pensionerning o'zi uchun emas, farzandlar, nabiralar, bo'g'uvchilar va butun oila byudjeti uchun ham muhim masala. Agar siz pensiya olayotgan bo'lsangiz, pensiyaga chiqish arafasida bo'lsangiz yoki ota-onangizning pensiyasi nega oshmaganini tushunmayotgan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ko'pchilik hammaning pensiyasi oshdi. Demak, meniki ham oshishi kerak edi deb o'ylaydi. Aslida esa hamma holatda ham shunday bo'lmaydi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu mavzuni oddiy tilda misollar bilan qaysi joyda xato qilish mumkinligini ham aytib beraman. Men avvalo eng asosiy narsani tushuntiraman. Pensiya oshishi deganda odamlar ko'pincha bitta narsani tushunadi. Davlat pensiyalarini oshirdi. Demak, bank kartamga tushadigan pul ham avtomatik ko'payadi. Lekin pensiya tizimida bir nechta tushuncha bor. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, nafaqa, ustama, kompensatsiya. Eng kam pensiya miqdori, bazaviy hisoblash miqdori yoki pensiya hisoblash bazasi kabi ko'rsatkichlar. Har birining oshishi ham bir xil natija bermaydi. Oldin ko'pchilik uchun pensiya miqdori oddiyroq ko'rinardi. Odam ishlagan, ish staji bor, maoshidan ajratmalar bo'lgan, keyin yoshga yetganda pensiya tayinlangan. Vaqti bilan davlat pensiya va nafaqalarni oshirgan, pensioner esa yangi miqdorni olgan. Ammo amaliyotda pensiya miqdori har doim ham bir xil foizga oshmagan. Sababi ayrim pensionerlarning puli asosiy pensiyadan iborat, ayrimlarniki esa eng kam darajaga yetkazib beriladigan qo'shimcha to'lov, ijtimoiy ustama yoki alohida toifadagi imtiyozlardan iborat bo'ladi. Hozir esa masala yanada noziklashgan. Chunki pensiya miqdorini hisoblashda nafaqat oshirish bo'ldi yoki bo'lmadi degan savol, balki qaysi qism oshdi, qaysi qism oshmadi, sizning pensiyangiz qaysi formulaga tushadi degan savol muhim. Masalan, ayrim odamning asosiy pensiyasi indeksatsiya qilinadi, lekin u olayotgan qo'shimcha ijtimoiy to'lov o'zgarmaydi. Yoki aksincha, eng kam pensiya miqdori oshadi, lekin pensiyasi allaqachon undan yuqori bo'lgan odamning to'lovi sezilarli o'zgarmaydi. Shuning uchun men bugun kim xavotir olishi kerak, kim esa ama qilmasligi kerak. Hammasini alohida tushuntiraman. Asosiy qism 1. Kim bilish kerak, kim xavotir olsin, kim xavotir olmasin? Birinchi toifa. Yoshga doir pensiya olayotgan oddiy pensionerlar. Agar siz pensiyaga umumiy tartibda chiqqan bo'lsangiz, ya'ni ma'lum yoshga yetgan, yetarli ish stajiga ega bo'lgan va pensiyangiz ish haqi hamda staj asosida hisoblangan bo'lsa, odatda pensiya oshirilganda sizning asosiy pensiyangiz ham qayta ko'rib chiqiladi. Lekin bu yerda muhim savol bor. Siz oladigan umumiy pul nimadan iborat? Faqat pensiyami yoki pensiyaga qo'shilgan ustamalar ham bormi? Misol keltiraman. Deylik, Anvar aka 25 yil ishlagan, yoshga doir pensiyaga chiqqan va 20-200 bin so'm pensiya olayotgan edi. Davlat pensiyalarini ma'lum foizga oshirdi. Agar Anvar akaning pensiyasi to'liq asosiy pensiya sifatida shakllangan bo'lsa, uning pensiyasi ham o'sha tartibda oshishi mumkin. Lekin agar 1.200 million so'mning ichida, masalan 1.2 million so'm asosiy pensiya va 1.2 million so'm qandaydir ijtimoiy qo'shimcha bo'lsa, oshish faqat 1.2 million so'mga qo'llanilishi mumkin. Natijada Anvar aka nega men kutganimdek ko'p oshmadi deb hayron bo'ladi. Sababi u umumiy summani bitta pensiya deb o'ylagan. Lekin tizimda u bir nechta qismga bo'lingan bo'lishi mumkin. Ikkinchi toifa, eng kam pensiya yoki minimal darajaga yaqin pul olayotganlar. Bu toifadagi odamlar ko'p hollarda eng ko'p savol beradi. Chunki ular pensiyalar oshdi degan xabarni eshitadi, lekin bank kartasidagi farq juda kichik bo'ladi yoki umuman sezilmaydi. Nega? Chunki ba'zan odamning hisoblangan pensiyasi past bo'ladi. Davlat esa uni ma'lum minimal miqdorgacha yetkazib beradi. Agar keyingi oshirishda faqat asosiy pensiya qismi oshsa, lekin minimal darajaga yetkazib beruvchi qo'shimcha kamayib qolsa, umumiy qo'lga tegadigan summa ko'p o'zgarmasligi mumkin. Oddiy raqam bilan tushuntiraman. Deylik, Malika opa hujjatlar bo'yicha 700 ming so'm pensiyaga ega. Lekin davlat minimal darajani ta'minlash uchun unga yana 300 ming so'm qo'shib, jami 1 ming so'm to'layapti. Keyin asosiy pensiya 10% ga oshdi deb tasavvur qilamiz. 700 ming so'm 770 ming so'm bo'ladi. Lekin minimal ta'minot
yoki qo'shimcha qismi 300 ming emas, 230 ming bo'lib qolishi mumkin. Natijada malika opa yana 20 ming so'm atrofida oladi yoki o'sish juda kam bo'ladi. U pensiyam oshmadi deydi. Aslida hisoblangan qizim oshgan, lekin qo'shimcha qizim qayta muvozanatlangan. Uchinchi toifa nafaqa oluvchilar. Juda muhim farq bor. Pensiya va nafaqa bir xil emas. Pensiya odatda mehnat staji, ish haqi, sug'urta badallari yoki ajratmalar asosida tayinlanadi. Nafaqa esa ko'proq ijtimoiy yordam xarakteriga ega bo'ladi. Staji yetarli bo'lmagan keksalar, ayrim nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisiz qolgan ayrim oilalar va boshqa ijtimoiy himoyaga muhtoj toifalar nafaqa olishi mumkin. Pensiyalar oshgani haqidagi qaror har doim ham nafaqalarga avtomatik ta'sir qilmaydi. Ba'zan nafaqalar alohida oshiriladi. Ba'zan bir vaqtda oshiriladi. Ba'zan esa boshqa ko'rsatkichga bog'lanadi. Misol uchun, Karim buva rasmiy ish stajini to'liq isbotlay olmagan. Shuning uchun yoshga doir pensiya emas, balki yoshga doir nafaqa olayotgan bo'lishi mumkin. U yangiliklarda pensiyalar oshdi degan gapni eshitadi. Lekin qarorda aynan pensiyalar deyilgan bo'lsa, nafaqa miqdori alohida ko'rsatilmagan bo'lsa, Karim buvaning to'lovi o'sha zahoti oshmasligi mumkin. Shu sababli har safar yangilikni eshitganda men tomoshabinlarga birinchi navbatda hujjatdagi aniq so'zlarga qarang deyman. Pensiya deyilyaptimi? Nafaqa deyilyaptimi? Kompensatsiya deyilyaptimi? Ustama deyilyaptimi? 4-toifa ishlayotgan pensionerlar. Ko'p odamlar men pensiyaga chiqqanman, lekin ishlashda davom etyapman. Pensiyam oshadimi deb so'raydi. Bu yerda ikkita masala bor. Birinchisi umumiy indeksatsiya bo'lsa, ishlayotgan pensionerlar ham ko'pincha undan chetda qolmaydi. Ikkinchisi, ishlash davomida qo'shimcha staj yoki daromad hisobiga pensiyani qayta hisoblash masalasi alohida tartibga ega. Hammam har oy yoki har yili avtomatik katta qo'shimcha olavermaydi. Qayta hisoblash uchun mehnat faoliyati, to'langan ajratmalar, ariza berish tartibi va amaldagi qoidalar muhim bo'ladi. Deylik, Dilshod aka 6 yoshdan keyin ham maktabda ishlayapti. U pensiya oladi va oylik ham oladi. U men yana 2 yil ishladim, pensiyam sezilarli o'shishi kerak deb o'ylaydi. Lekin agar u pensiya jamg'armasiga murojaat qilmasa yoki qayta hisoblash uchun kerakli muddat va shartlar bajarilmagan bo'lsa, kutgan o'sish bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun ishlayotgan pensionerlar har bir qo'shimcha ishlagan davrni hujjat bilan tasdiqlab borishi. Elektron bazada ish staji ko'rinayotganini tekshirishi zarur. 5-toifa ustama oladigan pensionerlar, ayrim pensionerlar alohida xizmatlari, urush yoki mehnat faxriysi maqomi, nogironlik guruhi qaramog'ida bo'lgan shaxslar, uzoq yillik ish tajribasi yoki boshqa asoslar bo'yicha ustama olishi mumkin. Bu ustamalar ham har doim bir xil oshmaydi. Ba'zilari belgilangan summada bo'ladi, ba'zilari foizda bo'ladi, ba'zilari bazaviy ko'rsatkichga bog'langan bo'ladi. Shuning uchun umumiy pensiya oshgan paytda ustama ham oshadimi yoki yo'qmi alohida tekshirish kerak. Misol keltiraman. Saodat opa 1 million 500 ming so'm pensiya oladi. Shundan 1 million 300 ming so'm asosiy pensiya, 200 ming so'm ustama. Agar oshirish faqat asosiy pensiya qismiga tegishli bo'lsa, Saodat opa umumiy summada kutilgan darajada oshishni ko'rmasligi mumkin. Agar ustama ham bazaviy miqdorga bog'langan bo'lsa, u ham oshishi mumkin. Demak, bitta savol bor. Sizning pensiyangiz tarkibi qanday? Endi eng muhim va ko'pincha yashirin qoladigan nuanslarga o'tamiz. Birinchi nuans. Pensiya oshishi sanasi bilan pul tushadigan sana bir xil bo'lmasligi mumkin. Qarorda masalan ma'lum sanadan oshiriladi deb yozilishi mumkin, lekin amalda yangi miqdor keyingi to'lov oyida tushadi. Ba'zan o'tgan davr uchun farq ham qo'shib beriladi. Shuning uchun birinchi oyda karta balansiga qarab darhol menga oshirma deb xulosa qilish to'g'ri emas. To'lov vedomosti, pensiya bo'limi ma'lumoti va keyingi oy hisob-kitobini ko'rish kerak. Ikkinchi nuans, bank kartasiga tushgan pul pensiyaning to'liq ko'rsatkichi bo'lmasligi mumkin. Agar sizda kredit, aliment, ijro hujjati, qarzdorlik yoki boshqa ushlab qolishlar bo'lsa, pensiya oshgan bo'lsa ham qo'lga tegadigan pul o'zgarmagandek ko'rinadi. Masalan, Rustam aka 1400 ming so'm pensiya olardi. Keyin pensiyasi 1500 ming so'm bo'ldi. Lekin undan ijro hujjati bo'yicha 120 ming so'm ko'proq ushlab qolindi. Natijada kartaga deyarli o'sha eski summa tushdi. U pensiya oshmadi deb o'ylaydi, lekin aslida oshgan, faqat ushlab qolish ham bor. Uchinchi nuans. Hujjatdagi xatolar. Men amaliyotda eng ko'p ko'radigan muammolardan biri bu staj to'liq kiritilmaganligi, ish haqi ma'lumotnomasi noto'g'ri olinganligi,
eski mehnat daftarchasidagi yozuvlar noaniq bo'lganligi, tashkilot nomi o'zgarganligi yoki arxivdan hujjat topilmaganligidir. Agar pensiya dastlab noto'g'ri yoki kam hisoblangan bo'lsa, keyingi oshirishlar ham shu kam bazadan hisoblanadi. Ya'ni 50 million so'm noto'g'ri hisoblangan pensiyaga 10% oshsa, 100 million so'm qo'shiladi. Agar aslida pensiya 1 million 300 ming bo'lishi kerak bo'lgan bo'lsa, oshish ham boshqa bo'lardi. Demak, muammoni faqat oxirgi oshirishdan emas, pensiyaning dastlabki hisobidan qidirish kerak. 4-nuans, staj bor, lekin rasmiy tasdiq yo'q. Ko'p odamlar men 3 yil ishlaganman deydi. Men bunga ishonaman, lekin pensiyasini ishonch bilan emas, hujjat bilan ishlaydi. Mehnat daftarchasi, buyruqlar, arxiv ma'lumotnomalari, soliq va ijtimoiy ajratmalar bazasi, ish haqi ma'lumotnomalari bo'lmasa, stajni hisobga olish qiyinlashadi. Ayniqsa sobiq korxonalar yopilgan, fermer xo'jaliklari qayta tashkil etilgan, kolxoz yoki shirkat hujjatlari arxivga topshirilmagan holatlarda muammo chiqadi. Bunday vaziyatda odam pensiya oshishini kutadi. Lekin aslida avval stajni tiklash kerak bo'ladi. 5-nuans, chet elda ishlagan davr. Agar fuqaro bir muddat boshqa davlatda ishlagan bo'lsa, bu davr pensiyaga qanday ta'sir qilishi xalqaro shartnomalar, rasmiy ajratmalar va tasdiqlovchi hujjatlarga bog'liq. Har bir chet eldagi ish davri avtomatik hisobga olinmaydi. Masalan, odam Rossiyada, Qozog'istonda yoki boshqa davlatda ishlagan bo'lishi mumkin, lekin rasmiy mehnat shartnomasi, sug'urta to'lovlari tasdiqlangan ma'lumot bo'lmasa, bu davr pensiyani oshirishda ko'rinmay qoladi. Shuning uchun chet elda ishlaganlar hujjatni oldindan yig'ishi kerak. 6-nuans, pensiya va ijtimoiy yordamni aralashtirib yuborish. Ayrim oilalarda pensioner bir vaqtning o'zida pensiya, uy-joy kommunal kompensatsiyasi, parvarish puli, nogironlik bilan bog'liq to'lov yoki boshqa yordam olishi mumkin. Bir to'lov oshsa, boshqasi o'zgarmaydi. Ba'zan bir yordam turi daromad oshgani sabab kamayishi ham mumkin. Natijada umumiy oilaviy tushum o'zgarmaydi yoki hatto kamroq seziladi. Shuning uchun mening pulim nega oshmadi deganda, faqat pensiyani emas, barcha to'lovlar tarkibini ko'rish kerak. 7-nuans, pensiya tayinlangandan keyin hujjat topshirish. Ba'zan odam pensiyaga chiqayotganda shoshiladi va bor hujjatlarni topshiradi. Keyin bir yil o'tib, eski ish joyidan arxiv ma'lumoti topiladi yoki yuqori ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma chiqadi. Bu hujjatlar pensiyani qayta hisoblashga asos bo'lishi mumkin. Lekin ko'pchilik endi kech bo'ldi deb o'ylaydi. Har doim ham kech emas. Agar sizda yangi tasdiqlovchi hujjat paydo bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish kerak. Qayta hisoblash qaysi sanadan qilinishi hujjat turi va ariza sanasiga bog'liq bo'ladi. 8-nuans. Eng kam yosh to'lovlari. Standart yosh to'lovlari deganda ko'pchilik pensiya yoshiga yetganda olinadigan minimal to'lovlarni nazarda tutadi. Bu yerda eng muhim narsa shuki, pensiya yoshiga yetishning o'zi har doim to'liq yoshga doir pensiya olish degani emas. Yosh bor, lekin ish staji yetarli bo'lmasa, shaxs pensiya emas, nafaqa olishi mumkin. Staj yetarli bo'lsa, lekin ish haqi past bo'lgan bo'lsa, pensiya minimal darajaga yaqin bo'lishi mumkin. Staj ham, daromad ham yaxshi bo'lsa, pensiya yuqoriroq bo'ladi. Demak, bir xil yoshda ikki odam mutlaqo boshqa miqdor olishi mumkin. Endi men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, pensiyangiz tarkibini bilib oling. Siz shunchaki kartaga qancha tushdi deb qarab qolmang. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali imkon bo'lsa ma'lumot oling yoki mahalla orqali mas'ul xodimlardan yo'naltirish so'rang. Sizga pensiyaning asosiy qismi, ustama, qo'shimcha to'lov, ushlab qolishlar va yakuniy to'lov qanday shakllanganini tushuntirib berishlari kerak. Ikkinchi qadam, mehnat stajingizni tekshiring. Mehnat daftarchangizdagi barcha yozuvlar o'qilishi, sana va buyruq raqamlari to'liq bo'lishi, tashkilot nomlari mos kelishi muhim. Agar elektron bazada ayrim ish joylari ko'rinmasa, arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa 1990-yillar, 2000-yillar boshidagi ish davrlari yopilgan korxonalar, qishloq xo'jaligi tashkilotlari, xususiy korxonalar bo'yicha hujjatlarni oldindan tartibga keltiring. 3-qadam, ish haqi bo'yicha ma'lumotlarni tekshiring. Pensiya miqdoriga faqat necha yil ishlaganingiz emas, ayrim davrlardagi ish haqi ham ta'sir qiladi. Agar sizda yuqoriroq maosh olgan davrlar bo'lgan bo'lsa, lekin hujjatda pastroq ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya ham kam chiqishi mumkin. Buxgalteriya ma'lumotnomalari, arxivdan olingan ish haqi hujjatlari, soliq yoki ajratmalar bo'yicha
ma'lumotlar muhim bo'ladi. 4-qadam, agar pensiya oshmagan deb o'ylasangiz, og'zaki shikoyat bilan cheklanib qolmang. Yozma ariza bering. Arizada shunday yozish mumkin. Menga tayinlangan pensiya miqdori va oxirgi oshirishdan keyingi qayta hisob-kitob tartibi bo'yicha yozma tushuntirish berishingizni so'rayman. Pensiyam tarkibidagi asosiy qism ustamalar, qo'shimcha to'lovlar va ushlab qolishlar alohida ko'rsatilishini so'rayman. Yozma javob olsangiz, keyingi harakatni aniq bilasiz. 5-qadam, hujjatlaringiz nusxasini saqlang. Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi ma'lumotnomalari, pensiya tayinlash qarori, nogironlik bo'yicha hujjatlar, qaramog'idagi shaxslar bo'yicha ma'lumotlar, bank rekvizitlari, sud yoki ijro hujjatlari bo'lsa, hammasining nusxasini alohida papkaga joylang. Har safar idoraga borganda hujjat yo'qolib qolmasligi uchun topshirgan narsangiz bo'yicha qayd yoki kirim raqamini oling. 6-qadam, bank kartadagi tushumni emas, hisoblangan pensiyani tekshiring. Agar kartaga kam tushgan bo'lsa, bu har doim pensiya kam hisoblandi degani emas. Bank komissiyasi, qarzdorlik ijro ushlovi, kredit to'lovi bo'lishi mumkin. Bankdan tushumlar tarixini oling. Pensiya jamg'armasidan esa hisoblangan summa bo'yicha ma'lumot so'rang. Shunda farq qayerda paydo bo'lganini ko'rasiz. 7-qadam, pensiya chiqish arafasida bo'lganlar hozirdanoq tayyorlansin. Men har doim aytaman. Pensiyaga chiqishdan 1 oy oldin hujjat yig'ish kech bo'lishi mumkin. Kamida 6 oy oldin mehnat daftarchangizni tekshiring. Ish joylaringiz ro'yxatini tuzing. Qaysi korxona yopilganini aniqlang. Arxivga so'rov yuboring. Agar ayol kishi bolani parvarish qilgan davr, harbiy xizmat, o'qish, dekret, vaqtincha ishlamagan davr kabi holatlar bo'lsa, ularning pensiyaga ta'sirini oldindan so'rang. Chunki ayrim davrlar stajga kirishi mumkin. Ayrimlari esa shartlarga bog'liq bo'ladi. 8-qadam, javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organga murojaat qiling. Avval tuman yoki shahar bo'limidan yozma javob oling. Keyin viloyat boshqarmasi yoki tegishli respublika darajasidagi idoraga murojaat qilish mumkin. Agar huquqingiz buzilgan deb hisoblasangiz, yuridik maslahat oling. Muhimi, menga shunday deyish degan gap bilan emas, hujjat, raqam va yozma javob bilan harakat qiling. Endi asosiy savolga to'g'ridan-to'g'ri javob beraman. Pensiyasi oshmasligi yoki juda kam oshishi mumkin bo'lganlar quyidagilar. Pensiya o'rniga nafaqa olayotganlar. Agar oshirish faqat pensiyaga tegishli bo'lsa, pensiyasi minimal darajaga qo'shimcha bilan yetkazib berilayotganlar. Chunki asosiy qism oshsa ham qo'shimcha qism kamayishi mumkin. Pensiya tarkibida oshirilmaydigan ustama yoki kompensatsiya ulushi katta bo'lganlar. Hujjatlarda staj yoki ish haqi to'liq aks etmaganlar. Kartasidan kredit yoki ijro hujjati bo'yicha ushlab qolish bo'lganlar. Pensiyasi allaqachon ma'lum chegaradan yuqori bo'lib, oshirish faqat minimal to'lovlarga tegishli bo'lgan holatlardagi shaxslar qayta hisoblash uchun ariza berishi kerak bo'lgan, lekin murojaat qilmagan ishlayotgan pensionerlar. Lekin men alohida ta'kidlayman, har bir holatni alohida tekshirish kerak. Ikki qo'shni bir xil yoshda bo'lishi mumkin. Ikkalasi ham 30 yil ishlaganman deyishi mumkin. Lekin birining rasmiy staji 28 yil, ikkinchisiniki o'yin tako'j yil bo'lib chiqishi mumkin. Birining maoshi hujjat bilan tasdiqlangan, boshqasiniki arxivda yo'q bo'lishi mumkin. Birida ustama bor, boshqasida yo'q. Shuning uchun faqat boshqa odam bilan solishtirib xulosa qilmang. Bugun men sizga eng muhim narsani tushuntirdim. Pensiya oshishi har doim kartaga tushadigan, umumiy pul bir xil foizga oshadi degani emas. Pensiyaning asosiy qismi nafaqa, ustama, minimal darajaga yetkazib beruvchi qo'shimcha. Ushlab qolishlar va hujjatlardagi ma'lumotlar alohida ahamiyatga ega. Kimning pensiyasi oshmasligini bilish uchun birinchi navbatda to'lov tarkibini va hujjat bazasini tekshirish kerak. Agar sizning yoki ota-onangizning pensiyasi oshmagan bo'lsa, darhol vahima qilmang, lekin jim ham turmang. Pensiya bo'limiga yozma murojaat qiling, hisob-kitobni so'rang, staj va ish haqi hujjatlarini tekshiring. Kartadagi ushlab qolishlarni aniqlang. Shunda muammoning sababi ko'rinadi va uni hal qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Sizda pensiya oshishi bo'yicha qanday holat bo'ldi? Oshdimi, oshmadimi? Qancha farq qildi? Izohlarda yozib qoldiring. Men odamlar eng ko'p duch kelayotgan muammolarni ko'rib, keyingi videolarda alohida tushuntiraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, pensiya yoshiga yaqin insonlarga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot odamning oy olagan daromadiga bevosita ta'sir qilishi mumkin.